Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 87. sure A'la. Mekkede nazil bo'lgan 19 oyat. Nahayt şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hammadan ustun Parvardigoringning nomini pok e'tiqod qilgin. U butun mahluqotni yaratdi, ularni bejirim, ya'ni chiroyli va munosib shaklda qildi. Mahluqotga foydali ishlarni taqdir qildi, ularga foydalanish yo'llarini ko'rsatdi. O't cho'plarni o'stirib berdi, ondan ularni qaramtul quruq o't xasga aylantirdi. Ey Muhammad, sana Qur'onni o'qitamiz. Allah nasxi qilmoqchi bo'lgan narsadan boshqani unutmaysan. Allah bandalarning oshkora va yoshirin so'z harakatlarini bilib turadi. Seni biz oson yo'lga, ya'ni islom shariatiga muvaffaq qilamiz. Vaz nasihatning foydasi bo'ladigan bo'lsa, kishilarga Qur'on bilan vaz nasihat qilgin. Allohdan qo'rqqan odam vaz nasihatni qabul qiladi. Eng shaqiy odam vaz nasihatdan qochadi. U katta o'tqa, ya'ni do'zaxga kiradi. Ondan u o'tda o'lmaydi va obdan yashamaydi. Kufrdan va gunohdan pok bo'lgan odam maqsadiga yetdi. O Parvardigorning nomini yod etdi, ondan namoz o'qidi. Sizlar dunyo tirikchiligini ortiq ko'rsizlar, oxirat yaxshidir va boqiydir. Bu ya'ni bu suradagi vazlar shak shubhasiz burunqi kitoblarda Ibrohim va Musoning kitoblarida bordir.